Tugadi-yu 1-7 nasroniy bolani o'rtoqlari olib kelishdi. Musulmon bo'laman deyapti domla. Ha, yaxshi. Musulmon emasmi desam, yo'q, nasroniy. Musulmonga o'xshab ketdi desam, o'rtoqlarim musulmonda dedi. Bitta dvorda yashaymiz. Bog'chaga billa borganmiz, maktabga billa borganmiz dedi. Billa o'ynaymiz dedi. O'limlariga qatnashaman, marosimlariga qatnashaman dedi, to'ylariga qatnashaman, faqat masjidga bormayman xolos dedi. Musulmon bo'lmaganligim uchun. Endi musulmon bo'laman deyapsizmi? Sen ham musulmon bo'laman deyapman. Xudo meni saqlagan dedi. Nimaga desam, bizda dedi nasroniylikda dedi cherkovga cho'qintirishga olib boriladi dedi. Cherkovdagi popni vaqtini bilib, bolani kiyintirib olib boriladi dedi. Asoso dabdaba mashinalarda dedi olib boriladi. Keyin u cho'qintirib beradi, qaytib kelinadi. Meni ham shu popni vaqtiga to'g'illashib, kiyintirishgan paytda kasal bo'lib qolib